bo'lsa, vaqt ketdi. Hazratim, cho'ponlar maktub keltirmişlar. Keltiring. Sulton Ali Mirzo bizni Samarqand yurishiga chorladi. Butun tuzgan edingizda Amerikadan safarga chiqmoq kerak. Oshiqmang bek. Avval hazratlarining rizoligini olaylik. Amirzodam Sulton Ali Mirzo bilan ittifoq tuzganlar. Bu yerdan cherik tortib bormoqqa so'z berganmiz. Tangrim bizni tarixiy kunlarga yetkazdi. Endi shuni g'animat qilaylik, janob Qosimbek. Amirzodam, Samarqand yurishining sarf va xarajatiga Andijonda saroylar, madrasalar qursangiz bo'lur. Andijon ham Samarqanddek sayqali ro'yi zamin bo'lsa, nomingiz Ulug'bek Mirzo nomidek shuhrat qozonsa, biz mushtiparlaringizning orzuyimiz shu. Men avval Samarqand sayqalini bir ko'rmoqchiman. Ibrat olsak, undan so'ng olurmiz. Lutf qildingiz Amirzodam. Lekin Amirzodam Samarqandni yoshliklarida ko'rganlar. 5 yoshimda ko'rganim yodimda uncha qolmadi. Bu tur Samarqand azimati bilan birga ketib, bizni ko'p sog'intirgan edingiz-ku. Rost. Bultur oy Samarqand atrofida. Ammo shahar darvozalari biz uchun biron marta ochilmadi. Biz bobo kalonimizning poytaxtini ko'rishga munosib emas yurishimiz. O'g'irjon, so'zimga ishoning. Bu 5 kunlik dunyo sizning kuyunishingizga arzimaydi. Vaqt soati kelur, Samarqand orsiga yetishursiz. Biroq hozirlarga osoyishta umr ko'rishga mushtoq. Qanotingiz ostida janob Qosimbekdek Amirul Umaringiz bor. Endi onangiz sizdan iltimos qilib, Samarqand muharibasini 5-6 yilga kechiktirsangiz. Amirzodam, siz Navoiyning dostonlarini yod bilursiz. Farhod qanday ajib binolar qurdirganini bir eslang. Men bir mumlik egachingiz doim orzu qilurmen. Siz ham bunyodkor bo'lingiz. Dunyoda bundan ulug', bundan savobli ish yo'q. Chorasi topilurmikin? Amirzodam, qo'lingiz chora topishdan ojizmen. Onamning iltimoslarini rad etaylik. Xonim hazratlarining iltimoslari menga toj sar bo'lsin. Qo'lingiz aytmoqchimenki, bunday muhim ishda barcha nufuzli beklarning rizoligini olmasak bo'lmas. Janob Amirul Umarov, siz beklarning rizoligini olishda Bobur Mirzoga ko'mak berurmisiz? Jonim bilan. Ammo ba'zi beklarning andeshalaridan faqir xabardormen. Gustoqlik sanalmasa aytay. Aytingiz. Janob Amir Umarov, siz bizni Andijonda obidalar qurishga kuchimiz yetmaydi demoqchimisiz? Oliy nasab begim, siz Samarqanddek ulug' shahar qurish haqida so'z ochdingiz. Beklar ayturlarki, bunday ulug' shahar qurmoq uchun yana o'sha ulug' davlatni tiklamoq kerak. Butun viloyatlarning kuchini bir yerga yig'moq kerak. Janob Qosimbek, siz aytgan ulug' obidalarni faqat Amir Temur Tesoq quronlarigina qurgan emas. Hirotda Alisherbek Ixlosiya, Unsiya kabi otiq binolar qurmishlar. Bobur Mirzoning hokimiyatlari Alisherbekning hokimiyatlaricha emasmi? Onam haqlar. Beklarni ko'ndirmoq kerak. Amirzodam, sizning farmoyishingizni ado etishdan oldin yana bir beklarning andeshalaridan aytishga ruxsat eting. Ruxsat. Begim, siz Amirzodamni Farhodga yaxshi qiyos qildingiz. Beklarimiz zamon Farhodining xizmatida bo'lishdan iftixor qilurlar.
Bizning orzuyimiz Farhodimizni o'z she'rlariga yetkazishdir. Ammo ma'lumingizki, bizning she'rim bugun Samarqandda yog'iy qurshovda asira kabi iztirob chekmoqdalar. Janob Qosimbek, she'rimizning taqdiri bizni ham iztirobga solur. Biz onalaridan iltimos qilib kitobat yuborgan edikki, Oysha begemni Toshkentga, egachilari Robiya begim huzuriga jo'natsinlar. Ehtimol shu iltimosimiz hojat keltirilgandir. Afsus xonim hazratlari, afsus. Qo'lingiz Samarqanddagi xufiyalardan kelgan xabarni Amirzodamga ko'rsatishdan tortingan edim. Sizlarni xavotirlantirmoqchi emas edim. Nima xabar? Tinchlikmi? Oysha begim onalari va opalari bilan birga Toshkentga yashirincha ketmoqchi bo'lganlarida Boysunqur Mirzo bilib qolib monelik qilmishlar. Hovlilaridan chiqarmas emishlar. Asiralar endi butun najotni Andijondan kutar emishlar. Amirzodam, iloho asiralarni qutqarish sizga tezroq nasib qilsin. Ammo najot faqat jangojadan keltirurmikan? Zaifa egachingizning e'tiqodi shuki, qon to'kilsa adovat kuchayur. Boysunqur Mirzo asiralarga battar ichakshur. Najot urushda emas, Amirzodam, najot sulhda. Boysunqur Mirzoga elchi yuboringiz, Amirzodam. Oradagi adovatni yo'qotingiz. Boysunqur Mirzo zo'ravonlik qilsin. Men mo'minlarcha bosh egib elchi yuborayman. Xonim hazratlari, hozirgi zamonda zo'ravonlikka mo'minlik mutlaqo rost kelmas. Zo'rlar ichida zo'r bo'lmoq kerak. Alhol Shayboniyxon Samarqandga shimoldan chang solg'usidir. Sur hukmdori Sirafshoh iloj topsa Samarqandga janubdan ko'z tikmishdir. Boysunqur Mirzo noshi tojdor, poytaxtni ertami kechmi boy bergay. Agar Bobur Mirzo Samarqandni tezroq egallamasalar, bobolaridan qolgan saltanat begona Lola ilkiga o'tib ketgizdi. Axir barcha Temuriylar birlashib ittifoq tuzar bo'lmasmi? Barcha Temuriylarning parokanda kuchlarini yig'moq uchun ham qudrat kerak, iste'dod kerak. Boysunqur Mirzoga o'xshaganlarda na unisi bor, na bunisi. Ma'run nahrdagi Temuriylar orasida eng sohib qudrat, sohib iste'dod siymo Bobur Mirzodirlar. Shuning uchun biz jonimizni Amirzodam ko'zlagan ulug' maqsadlari yo'liga tikkanmiz. Inshaalloh Samarqandni bu yil zabt etsak, xavf-xatardan xoli bo'lurmiz. Ana undan keyin chinakam osuda davr boshlanur. Har qancha bino qursak oson bo'lur. Xullas, volidai muhtaramizning iltimoslari rad etilurmi? Qulingizning gustohligini afv eting. Begim, men Amirzodamning ijozatlari bilan dilimda borini so'zladim. Amirzodam, bugun xonim hazratlarining takliflarini beklar bilan kengashib ko'ramiz. Oqshom xirgohda mashvarat o'tkazaylik. Mashvarat ertagacha qilamiz. Biz esa yaxshiroq o'ylab ko'raylik. Guruhimiz Chiroqoy gurungi, sho'rimiz adabiyot yashasa millat yashaydi. Qo'rquvlar bizga bekor, muborak mardu maydon, avlodlarga